Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar? Mana biz shunday katta Koshonaga Registon Schoolga keldik. Bu yerda juda ham ajoyib tadbir bo'ladi. Bolalar bizni kutmoqda. U yerda savol-javoblar, robototexnika haqida biz odatda 2-sinfdan to 6-7-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar kutmoqda. Ular bilan ajoyib suhbatlar bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Biz bilan albatta qoling. Ketdik. Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar? Mana biz Hashim School o'z jamoasi bilan albatta Robodok bilan mana bu Registon xususiy maktabiga keldik. Bu yerda ajoyib robototexnika bo'yicha tadbir bo'lyapti. Hozir birgalikda buni o'z guvohingiz bo'lasiz. Azizlar, hali tadbir boshlangan yo'q, lekin biz hali o'quvchilarni ko'ryapsiz. Tadbir boshlanmasdan turib o'quvchilarni robotga bo'lgan qiziqishi, robototexnikaga bo'lgan qiziqishi juda a'lo darajada degan bo'laveradi. Keyingi tadbirlarimizni bizni kuzatishda davom etinglar. Videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilamiz, chunki bomba loyihalar, ajoyib savol-javoblar, sun'iy intellekt, robototexnika, o'quvchilar bilan savol-javob, juda ham qiziqarli ma'lumotlar hali oldinda. Qani ketdik. Sekin bo'lyapsiz. Mana jicha olib turinglar, mana bir chekkaga. Nima? Oti nima edi bu qizni? E'lon qilaman. So'zni ustozimga beraman. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz o'quvchilar, mehmonlar va bilimga chanqoq yoshlar. Aql bovar qilmas g'oyalar bilan tanishtiradi. Bu sahnada oddiy detallardan yaratilgan, ammo buyuk maqsadlarga xizmat qiladigan robotlar namoyish etiladi. Shunday ekan, bugungi davramizni, bugungi shouimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Yana bir bor ochiq deb e'lon qilamiz va so'z navbatini Farg'ona davlat universiteti professori Bahodirjon Karimov domiga beramiz. Rahmat, tashakkur. Meni ko'rib turibman, bunaqa shoulardan ko'p joyga boryapmiz. 5-6 sir bo'lsangiz, sizlar demak 3, 4, 5 yildan keyin hozir siz ana shu nima bizni O'zbekistonda tilla fondisizlar. Bu narsa qisqa vaqt ichida albatta bilinadi. Yana mana Vedo bo'yicha, Spark bo'yicha bo'ladi. Shunga demak sizlar hozir ish olib borasizlar. Mana bu yerda mana o'quvchilarim sizlarga buni beribdi, juda yaxshi. Mana ko'rganman, juda yaxshi bo'libdi. Mana shu narsani siz davom ettirishlaring kerak. So'nib qolmasligingiz kerak. Bu eng nufuzli kasb bo'ladi. Mana Robodok olib kelingan, O'zbekistonda robot bo'yicha bu Xitoydan olib kelingan, Xitoy bilan hamkorlikda ish olib boryapmiz. Mana bu yerga kelgan hamma shu nimalarimiz, shogirdlarimiz sizlarga ana shu chiroyli tadbirda o'tishga yordam beradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'p, assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar? Qaranglar. Robototexnika haqida ozgina suhbatlashamiz. Robototexnika o'zi nima? Mana ko'rib turgan robotlaringiz bor-ku, o'zidan o'zi bo'layotgani yo'q. Tushunyapsizlar? Mana hozir o'tirib turasizlar, shunchaki ko'rsatyapman. Vaqt soati kelganda hozir yoningizdan yurib chiqadi. Bitta narsani bilinglar. Hozirgi zamon robototexnikani davri. Ishonasizlarmi shunga? Sun'iy intellektni davri. Ishonasizlar shunga? E'tibor bering. Yaxshi, zo'r. Mana shu holatda e'tibor beringlar. Biz hozir robototexnikani davrida yashayapmiz. Sun'iy intellektdan foydalanmasdan dastaylaydiganlar qo'l ko'tarsin. Ko'ryapsiz, hamma foydalanadi. Endi foydalanib dastaylaydiganlar qo'l ko'tarsin. Faqat rostini aytinglar. Sun'iy intellektdan ChatGPT, Gemini, ana ko'ryapsiz. Ya'ni bu narsa sir emas. Hammamiz qanaqadir ma'noda unda ishlatyapmiz. Faqatgina bitta narsani hisobini olinglar, kerakli joyda ishlatishimiz kerak. Elektr tokini hammamiz bilamiz. Hozir elektr toki bo'lmasa biz yashay olamizmi? Yo'q, to'pato'g'ri. Nimaga? Elektr toki bizga foydalimi? To'g'rimi? Zararli tomoni ham bormi? Yo'q, Yaxshi, agar simi ochiq bo'lsa, o'sha vosita to'kiladi.
zararli tomoni bor. Demak, biz elektr tokini kerakli joyda, kerakli holatda ishlatsak, u bizga nima beradi? Foyda. Agarda biz uni noto'g'ri ishlatib qo'ysak, o'zga nima bo'ladi? Zarar bo'lib qoladi. Tushunalyapsizlar? Demak, sun'iy intellektda xuddi shu narsa. Biz mana sun'iy intellekt bizni jamoamizda 3 ta professor bor. Ya'ni e'tibor bering, biz ishlayotgan narsalar sun'iy intellekt bilan ishlayapmiz. Mana robototexnika bilan hozir o'zbekcha ashulalar ham yozganmiz, bularni hozir eshittirib beramiz. Demoqchi bo'layotganimiz hozirgi holatda juda ham tezlashib ketishimiz kerak. Fizikani o'qiyotganingiz, matematikani o'qiyotganingiz yetmaydi. Tushunyapsiz? O'zi hozir sun'iy intellekt kirib keldi. Tasavvur qilinglar, hozir qaysiga olsak, svetlar yonyapti. Svet выключи свет, включи свет desak, svet o'chib yonyapti. Tushunyapsizlar? Shunaqa bloknotlar chiqib ketdi. Hozir yozsangiz, sizni daftaringizga o'zi yozib ketadi. Shunchaki yozib ketsangiz, daftaringizga yozadi. Yozish ham shart emas o'zi asosida. Tushunyapsizlar? Tilni o'rganayotganingizda hattoki sizga har xil tillarda sun'iy intellekt o'rgatib ketadi. Sun'iy intellekt, robototexnikani shug'ullanmasangiz, bolalar bizni joyimizni egallab qo'yishadi. Tushundingizmi? Bozorlar bo'm-bo'sh. O'zi umuman qanaqa sun'iy intellektlar haqida xabarimiz bor? Qo'l ko'tarib javob beramiz. Ayting. Gemini yaxshi, zo'r. Yana ikkinchi. Grok AI yaxshi. Uchinchi. ChatGPT qaysidan foydalanasiz vazifasi qilayotganda? Qaysi biridan? Geminimi, ChatGPTmi? Yo Grokmi? Yaxshi. Yo'q, kamroq foydalaninglar zarurligi. Meta yaxshi. Meta umumiy katta kompaniya sifatida, ya'ni kaput rasmga oladigan video anaqa yo'q. AI basi. Yana bormi? Mana Gemini. Suno AI? Есть такой новый вышел. Всё, yaxshi. Yana bormi? Canva? Canva haligi web dizaynerda sertifikatga ishlaydi, u AI ga kirmaydi. Bolalar, bolajonlar, e'tibor bering. Eng kichkinasi qaysi sinf bu yerda? 3 mi, 4 mi? Ha, ikkinchi sinf. Eng kattasi-chi? Necha? 5, 6. Yaxshi. Kelinglar ozgina suhbat qilib olamiz. Faqat tez javob berasiz. Kim tez qo'l ko'tarsa o'sha odamdan so'raymiz. Xo'p. Yomg'ir yoqqan mahalda qush qaysi daraxtga o'tiradi? Qo'l daraxtga o'tiradi. Yaxshi. 12da ikkiga bo'lib 7 hosil qilish mumkinmi? Qanaqa? Yaxshi. Zo'r javob yaxshi. Quyosh bilan yer o'rtasida nima bor? Ishlaydi. Nima bor? Yo'q, havo. Yaxshi? Havo. Bilan degan so'z bor. E'tibor bering. Quyosh bilan yer o'rtasida bilan degan so'z bor. Soyuz bilan, s degan so'z. Ha, bu javob berib qo'yish. Yaxshi, davom ettiramiz. Qarang. Xo'p. 10 dona sham yonib turibdi. Bittasini o'chirib qo'ying. Nechta sham qoldi? Birinchi ol. 10 ta qoldi. Noto'g'ri. 9 ta. Noto'g'ri. Javob bitta to'ppa-to'g'ri. Nimaga? Kim eshitamiz? 9 tasi erib ketadi. To'ppa-to'g'ri. Tasavvur qiling, imagine deydi inglizlar. 10 ta sham yonib turibdi. Bittasini o'chirib qo'ydingiz. 9 tasi o'chib ketadi. Bittasini o'chirib qo'ydingizmi? Nechta qoladi? Yaxshi. Yaxshi tushunyapsiz? Fikrlash nima kerakligini bilyapsizmi? Mana shu aktiv bo'layotganlar kelajakda sizni zo'r narsa kutib turibdi. Davom etamiz. Xo'p, daraxtda qush turibdi. 30 dona qush turibdi. Bittasini urib tushirdi. Noto'g'ri. 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 Nimaga? Ular uchib ketadi. Bittasi. Qara, bir masalaga tushiradi. 29. Qaydalamasiz? 29 tasi uchib ketadi. Bittasi Bo'ldi, men endi tarjima qilib beraman. Xo'p, 30 ta turibdi-ku, bittasini urib tushirdik, otib urib tushirdikmi, ragatkadan tushirdikmi, bittasi yerga tushib ketdi. 29 tasi bir reti bobalik aytganda uchib ketadi. Bitta qoladi. Yerda qolgani, demak o'sha qolgan bo'ladi. Tushunarli bo'lyaptimi? Yaxshi, o'tiring. Malades. Xo'p, qarang. O'zi mana ishlashni boshladimi? Tushunyapsizlar nima ekanligini? Ana shu holatingizni ishlatib turib siz dars tayyorlang. Sun'iy intellektdan kerakli mahalda foydalaninglar. Tushunyapsizlar? Kelinglar sizlarni vaqtlayni olmaymiz. Demak, biz mantiqiy fikrlaydigan yosh bo'lishimiz kerak. Oxirgi kitob o'qigan kim oxirgi 10 kun ichida kitob o'qidi? Kim? Kim? Qanday kitob o'qidingiz? Men. Kim bu asar? Asarni odam kimiki u? Bironta odamning kitobi bormi? Bilmaysiz. Asarni birinchi navbatda kitob o'qiyotganda siz qaysi asar, qaysi yozuvchiligini asarini bilinglar. Bu narsa o'ta muhim. Qaysi kitob o'qidingiz? Piyat. Kimiki?
Ушкинлина. Yaxshi, adresini bilib olaylik. Yana kim qara kitob? Oxirgi shaxmat kitob. Shaxmat kitobi shaxmat o'ynash bo'yicha. Yaxshi. Yana qara kitob. Qayda Steven Jobs o'qiganda bor ekan. Qachon o'qidingiz? 10 minut. To'liq yaxshi. Bola, ha. O'tkir Hoshimov zo'r. Kim? Bolalar so'rab ketadi. Qanday kitob bu? Pauli, zo'r. Yana Kipling. kim? Ha, Mo'jali Karam. Yaxshi. Jumovichga. Yaxshi. Hop, siz bu Davron Ergashev deya filmi yaxshi yana. Kim? Sal. Yaxshi. Ola, zo'r. Vaqtlaringiz omad. Eng yaxshi mutaxassislar bo'ladi. Ularda demak oyligi ham yaxshi bo'ladi. Mana hozir paytda biz ham Hoshim School o'quv markazi bor. Hoshim School o'quv markazidan mutaxassis so'rashyapti. Mana mutaxassislar kelishdi. Mana Tashlardagi ITga so'rashdi. Bu yerda hozirgi oyligi 6 milliondan 24 milliongacha. Demak bu yerda shu hozirgi bugungi olimpiada o'tkazgan o'qituvchilarimiz kelajakda agar yaxshi shunday kelsa, eng yaxshi oyliklarni olishadi. Bu demak bizda sun'iy intellekt, shu bilan birga avtomatizatsiya, robototexnika bu nimaga rivojlanib boradi. Shuning uchun bunga biz hamma xususiy maktablar, shu jumladan davlat maktablari ham bunga albatta e'tibor berish kerak. Demak shu bo'yicha kadrlar tayyorlashimiz kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. E'tibor bering, bitta narsa, sizga ilm bo'lib qolsin gaplashyapmiz. Kitob bizga muqaddas bo'lmasa ekan, biz orqada qolib ketaveramiz. Hop, hamma televideniyada ko'radi, hammada kim o'z telefon ishlatmaydi hozir. Ishlatmaysizlar? Mashalloh, zo'r. Kim telefon ishlatadi? Ko'pchilikdan tashkil qilasizlar. Qaranglar, bolalar, telefonda ishlatyapsiz, Telefonda ishlatyapsiz. Kino ko'rasizmi? Musiqa ko'rasizmi? Film ko'rasizmi? Ko'proq ilmga e'tibor qarating. Tushundingizmi? Ilm bizga muqaddas bo'lib chiqmasa ekan, biz orqada qolib ketamiz. Tushunyapsizmi? Umuman olganda hozirgi holatda mana Registonda o'qiyapsiz, shart-sharoitlar zo'r, biz paytimizda unaqa narsa bo'lmagan. Hozirgi holatda biz dunyodan orqadamizmi, oldinlab ketdikmi? To'xta, bittadan. Qo'l ko'tar. Oldindamiz, orqadamiz. Oldinlab ketdik. Karyergalarimiz bor, ekskavatorlarni yugurib yuribdi, ha? Hozirgi dunyo bo'yicha biz orqadamizmi, oldindamizmi? To'xta. Oldida deganlar qo'l ko'tarsin. Orqada deganlar qo'l ko'tarsin. Endi haqiqiy bo'ldi. Orqada qolganimiz bu robotni siz ko'ryapsizmi? Kim oldin ko'rdi? Yo'q. Oldin ko'rgansizlar. Farg'onada juda ko'p joyga bordik. Ya'ni yonimga kelishdi. Biz endi har bir tadbirga borganmiz, ko'rgansiz. Lekin biz birinchi marta ko'rib turibmiz. Hozirgi Xitoyga mana biz chet elga juda ko'p boramiz. Xitoyda bolalari sizga o'xshagan mana nechinchi sinfsiz? Ikkinchi sinf bolasi robot qo'l bilan, ko'zim bilan ko'rgan narsa aytyapman. Shaxmat o'ynayapti. Biz shaxmat o'ynadikmi? Robotni endi ko'ryapmiz-ku. Tushunyapsizlar? Ya'ni robototexnika shu darajada bo'lib ketdi. Ma'lum bir Xitoyda alohida gashtinitsalar bor. Odam ishlamaydi, robot qiladi hamma narsani. Ovqat buyurasiz, robot olib boradi, robot olib keladi. Tushunyapsiz? Hamma ishni robot qiladi. Tasavvur qilyapsizmi? Robototexnika qancha kirib keldi? Sun'iy intellekt qancha kirib keldi? Biz hali endi pog'onasida turibmiz. Orqadan qolmasligimiz uchun nima qilishimiz kerak? Faqat o'qish, izlanishimiz kerak. Tushundingizmi? Yaxshi. Fizikadan kim zo'r? Fizikada, matematikada kim zo'r? Kelinglar. Yaxshi. Nechinchi sinf? 5-sinf bolasi. Fizika o'tasizlarmi Registonda? Yo'q. Matematika o'tasizlar. Только 7-8. 5-sinfda. Bugungi mavzu nima? Matematika. Kasr nima ekan? Sonning qaysi qismi? Sonning kasr, oddiy kasr bilan o'nlik kasrning farqi nimada? Oddiy kasr 1dan 9gacha. 1dan 9gacha bu oddiy kasr. O'nlik kasr undan nima? Hali o'qituvchisi. Mayli hijolat qilamiz. Registon darajalar yuqori bilamiz. Hijolat bo'ldi deymiz. Kim aytib beradi oddiy kasr va o'nlik kasr farqini? Обычно это десятичная, да, кто знает. O'tiring, молодец. Kim?
oddiy kasrda butunligi bo'lmaydi. Aha. Ana shu o'rnak kasrlarda butunlar bo'ladi. Asmashana здравствуйте. Xo'p, masalan 9 bilan 1 taqsim 9. Qaysi biri o'rnikasi, qaysi biri oddiykasi? Ana shu 9 taqsim 9dan 1. 9dan 1 o'rnikasida. O'rnikasi deyilishining sababi nima? Mahraji 12 darajada bo'ladi. 11-chi, 12-chi. Yaxshi. Siz ham bu narsa demoqchimidingiz? Nima? Nimaga qiziqasiz? Ha, fizika qiziqasiz. А вы знаете, что это такое? Fizika yo'nalishini harakat degandan biladi. Чего? Tabiat. Tabiat. Природа вообще-то. Tabiat haqida edi-yu. Xo'p, mayli. Fizikada nimasiga qiziqasiz? Fizikamiz Aha. inson ishlamlari o'zida. Yaxshi. Mana fizika haqida gap ketdi. Qiziqarli bir fakt bo'lib qolsa, nimaga ustimizda kiyim turibdi? Kim aytadi? Ustimizda nimaga kiyim tushib ketib qolmagan? Bilasizmi javobni? Nimaga? Ha. Nimaga ustimda kiyim turibdi? Активные дети. Qancha to'g'ri javob berdi? Qomatimiz borligicha yo'q. Yo'q. Yelkamizda tushib ketadi. Nima? Yo'q. Hozir. Masalan, bo'lyapti. Bu yaqinlashyapsizlar, lekin to'g'ri javob emas. Material qattiqligi uchun. Nima? Material qattiq? Birinchida uyat bo'ladi, agar bo'lsa ikkinchi. Ha, uyat bo'ladi, to'g'ri. Ikkinchida u kiyimiz issiq bo'ladi. Yaxshi. А это почем? Nima uchun tushib ketmayapti? Bo'ldi. Kel. Fizika o'qituvchilaringdan borib ketdi. У них физики нет в принципе. Mana shu. Gap yo'q, bilimlaring yaxshi, lekin bu kamlik qiladi. Ishqalanish bilamizmi? Mana hamma qo'lini qizitsa. Ha, hozir hidini olib olamiz. Nimaning natijasida badanimizda kuchlar bormi? Badanimiz tekshirmasin. Ishqalanish kuchi borligi uchun kiyim turibdi. Agar ishqalanish yo'q bo'lganda kiyimiz tushib ketadi. Tushundingizmi? Kim tushundi? Yaxshi, yo'q. Kim yenisini biladi ichlarida? Eng yaxshi. Hozir. Bizni qarshimiz skolda Angliyadan kelgan bolalar o'qiydi. Angliyada Amerika bilan nima qilyapsiz? Yaxshi, tell me about yourself illegal. Selfie. No, about yourself. Yourself. Yes, yourself My illegal. Yes. my favorite subject is volleyball and English. It's enough? Yes. Okay, sit down, please. Yes. Yaxshi. İngliz tili o'tasizlar, albatta. Yaxshi. Kim koreys tili biladi? Kel. Gel. Rimi motion ki. How do you go? How do you go? O'zim bola koreys. Ha, ya, koreys bu bola. Haqiqiy Koreyadagi. Ha, o'zbek tilini qanday gaplashadi bas? Do you speak English? No. Uzbek? Arabic? Russian? Only Korean? Korea, okay. Kaseyo, annyeonghaseyo, yes? Annyeonghaseyo. Okay, thank you very much. Kamsahamnida. Assalomu alaykum. Bugun maktabimizda katta tadbir amalga oshirildi. Ya'ni robototexnika bo'yicha o'quvchilarimizga bugungi zamon texnologiyasi, ilg'or texnologiyalar, sun'iy intellekt, IT yo'nalishlari bo'yicha o'quvchilarimizga o'sha belgilangan tartibda demak tadbir o'tkazildi. Bu tadbirda hozir biz ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'rgan mexanizmlarimiz bugungi kunda bolalarga real holatda ko'rsatib berildi. Bolalar bundan juda ham xursand. Bu holat bo'yicha o'zlarining fikrlarini ham chiqib bir-biriga o'rtoqlashishyapti. Bunaqangi tadbirlar har bitta ta'lim muassasasida men o'ylayman juda ko'p bo'lishi kerak. Chunki bugungi kunda har bitta avlod, yangi kelayotgan avlod yangilik bilan, shu zamonaviy texnologiya bilan
zamonaviy qarashlar bilan demak o'zida bir tarbiya, ta'lim oladigan bo'lsa, men o'ylayman O'zbekiston Respublikasini dunyo bo'yicha bir yuqori nufuzga olib chiqadi deb o'ylayman. Bugungi tadbir har bitta o'quvchimizda, har bitta bolamizda yuqori bir ongida, miyasida bir iliqlik uyg'otdi deb o'ylayman. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Yaxshi. Arab tilini biladiganlar qo'l ko'tarsin. Keling. Siz ana shu o'rganyapsiz. Keling. Ha, siz. Nimaga bunaqa qilayotgan tushib olaysiz hozir? Ma ismuki. Ma ismuki nima degani? O yaxshi bilarkansizlar. Ha, o'g'il bolaga nisbatan ma ismuki. Ismi? Yaxshi, Ominaxa o'tiring. Nima deydi? So'z ismingizga ma'lum bo'ling-a? O'tiring, rahmat. Yaxshi, asli biz ketsak bo'laveradi. Faqat chegaralangan, bizga vaqt berishgan. Biz ham ishimiz bor, darslarimiz bor. 1 soatga kelganmiz. E'tibor bering. Ozginagina bo'lsa ham shunchaki shou bo'lmasin, ozgina suhbat qildik. Biror narsa haqida eslab qoldingiz. Savol javob qildik. Bu narsalarni eslab qoling. Yana bir o'ng qo'limizni hammamiz ko'taramiz. O'ng qo'limizni hamma ko'tarsin. Bolajonlar. Hop, hamma mendan orqasidan qaytarsin. Aytinglar, biz o'qishni muqaddas deb bilmas ekanmiz. Orqada qolamiz. Lekin bundan keyin faqat o'qish. O'qiymiz. Yaxshi. Hop, endi ko'rsatamiz. Hop, o'zbekcha ashula yozganmiz. Buni dasturlashni Qashim shko'lda qilib, faqat o'tirgan joyingizda ko'rasiz-da. Hop, biz gruplarni ko'rsatamiz. Hamma o'tirgan joyda, hamma maydonga borishgan. So'rashni biladi, mana so'rashni.
Nazar. Jim tursalar, Назад, дети, оттуда. Ну да. Да. Я эту штуку прогонил. Да, я думаю, что... Qo'lingiz bilan bas, opaga tirinchi. Voy qattiq yuradi u qosh. Hey. Azizlar, shuning bilan bizni Registon xususiy maktabidagi tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bunga o'zingiz guvoh bo'ldingiz. O'quvchilar juda ham yondi. Ayniqsa ilmga bo'lgan suhbatlarimiz, ilmni muqaddasligi haqidagi suhbatlar juda ham ajoyib. Menga o'zimga ham yoqdi. Keyingi videolarimiz aynan qayerda olishligi, Robodok qayerlarga, qaysi maktablarga, qaysi muassasalarga borishligini kommentariyalarda, izohlarda qoldiring. Albatta keyingi maktab sizniki bo'lishi mumkin azizlar. Salomat bo'ling. Uchrashguncha ketdik.